Mushuk nega islomda barakali jonivor hisoblanadi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mushuklarga mehr bilan munosabatli bo'lganlar. Islomda mushuk pok jonivorlardan biri sanaladi va unga ozor berish qattiq qoralangan. Qizig'i shundaki, bugungi ilm-fan ham mushukning insonga foydasini tasdiqlamoqda. Mushuk sizga suyansa yoki xurillab yoningizda yotsa, uning xurillash tebranishlari insonni tinchlantirishi, stress gormoni kortizolni kamayishiga yordam berishi mumkin. Ayrim tadqiqotlarda esa bu holat qon bosimining pasayishiga, yurak urishining me'yorlashishiga va og'riq sezgisining kamayishiga hissa qo'shishi mumkinligi qayd etilgan. Islomiy psixologiya ham inson qalbiga sokinlik berishni muhim deb biladi. Rahm-shafqat ko'rsatish, jonivorlarga mehr qilish qalbni yumshatadi. Mehribon